pensiya olmasa ertaga och qolib ketamiz degan narsani bizani miyamizga qo'yishgan. Ma'lumot yetishmaydi. Katta kliniklar prosta bankrot bo'lib ketadi. Startap qilish uchun nimadan boshlash kerak? Milliardlagan bozor-u. Sen berayotgan oyliging, premiyang, va hokazo moddiy motivatsiyalar qiziq emas. Internetda yo'qmisan, bozorda yo'qsan degan narsa chiqqan. Shaxsan men ajrata olmayman, startap nima o'zi. Klassik biznes egalari ham bu narsa startapligini tushunib kelishyapti. Taqdimot loyihasiga kirish etaplari qanaqa? Bitta do'konni ikkita qilishingiz uchun, ikkitani 50 ta qilishingiz uchun yillar kerak. 50 ga kirgan odam ham startap qilib bemalol qatnashsa bo'ladi. Men yoshim 40 ta. Masalan, men ham startap qilmoqchiman. Quyosh stansiya uchun kafolatlangan mahsulot qidirayotgan bo'lsangiz, GetGreen Energy Trade kompaniyasiga tashrif buyurishingiz mumkin. Quyosh panellari, invertorlar, PV kabellar, zanglamaydigan atsinkovli metallar va quyosh stansiya uchun barcha elektr jihozlarini ulgurji narxda sotib olishingiz mumkin. Yetkazib berish xizmati ham mavjud. Loyihangiz uchun 100% kafolatlangan va sifatli mahsulotlar uchun GetGreen Energy Trade kompaniyasini tanlang. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Hammaga assalomu alaykum. Abdul Baxtiyorovich, xush kelibsiz. Rahmat. Chaqirganingizga rahmat. Birinchi navbatda taklif qabul qilganingizga rahmat. Men ochig'i kutmagandim. Siz bilan bir marta ko'rishganmiz. Juda yaqin emasmiz, lekin shu tema auditoriyaga qiziq bo'lgani uchun taklifni birinchi aytishimizda qabul qilganingiz uchun men to'g'risi juda ham xursand bo'ldim. Kutgandan ham kamtar inson ekansiz. Pasport aytdingiz-da, anaqani. Kalit so'zni aytdingiz-da. O'shanga. Aslida manfaatli narsaga biz hech qachon yo'damaymiz. Agar hammaga manfaat tegadigan bo'lsa, biz xursandmiz. Rahmat. Bizni podkastimiz yo'nalishi ham aynan shunaqa. Endi birinchi navbatda nima deydi? Hamma odam o'zi uchun, oilasi uchun o'qiydi, ishlaydi, pul topadi, lekin hammamizni jamiyat oldida ijtimoiy majburiyatimiz ham bor. Ya'ni men shunaqa deb tushunaman, men o'zim qanaqa bilimlarga ega bo'lsam, jamiyatda boshqalarga shuni men bersam, qanaqa manfaatdor bo'ladi, jamiyatda rivojlanishiga qanchalik hissa qo'sha olaman. Shunaqa ma'noda, shunaqa to'nki bilimlarni egalarini chaqirib, shu jamiyatga foydali o'zlari bilgan ma'lumotlarini shu suhbat tarzida gaplashib, auditoriyaga yetkazish maqsadida tashkil qildik, xudo xolasa. Zo'r. Shu joyda bitta narsani aytib ketay. Jamiyatda oldidagi mas'uliyatni ko'pchilik balandparvoz gap deb o'ylaydi. Lekin bu narsani his qilgan odamlar уже qanaqadir ma'lum bir darajaga yetgan bo'ladi. Ma'lum bir darajaga yetmasdan turib, u jamiyat oldidagi mas'uliyatni his qilish qiyin ekan. Chunki oddiy o'zini ishxonadagi, oilasidagi mas'uliyatni his qilmagan odam jamiyat oldidagi mas'uliyatni ham his qilmas ekan. O'shaning uchun bu narsani siz tushunganingizdan juda ham xursandman, chunki sizning qo'lingizda katta resurslar bor va bu resurslardan foydalanishingiz odamlarga katta imkoniyatlar ochib beradi. Juda to'g'ri. Aynan shuning uchun ham birinchi navbatda o'zimizdan boshlab, qolaversa shu atrofimizdagi shunaqa nima deydi? Ham mas'uliyatli, ham sadoqatli, ham o'zini ustasi bo'lgan odamlar bilan asta-sekin gaplashib, shu bilimlarini boshqa xalqqa, shu yo'nalishda ishlayotgan odamlarga ham yetkazishni maqsad qilib oldik, Abdur aka. Gap yo'q. Kuch-quvvat bersin. Charchamanglar. Haytlar bo'lmayaptimi? Bo'lyapti, ichida ham. Endi nima deydi? Umuman u haytlardan men ko'p ideyalarni olyapman, borku. Ya'ni Umuman borku, kutilmagan anaqalarni ideyalarda haytlar yozishar ekan, men to'g'risi qoyil qolyapman. Borku, unaqa hayt yozish uchun odam qobiliyati qanaqa bo'lishi kerak? Bizda lekin kommentariy bo'yicha o'zbeklar chempion lekin. Shunaqa ekan, endi har xil odam bor. E'tibor qilmaymiz. Siqilmang. Hasan aka Mama Saidfuzor gaplari bor-da. Ahamiyat bermang, bee'tibor bo'lmang deydi. Shunaqa, juda to'g'ri gap ekan. Abdulaga bo'lmasa, sekin suhbatimizni boshlasak. Endi birinchi savol, sizni juda
serqirra ijodkor deb bilamiz. Juda ko'pchilik sizni shaxsan men o'zim ham yaqingacha komediya janrida ijod qiladigan mutaxassis deb tushunardim. Boshqa faoliyatlaringizni bilmasdim, to'g'risi. Boshqa qirralaringizni bilmasdim. Qachonki o'sha siz bilan yaqindan tanishganimdan keyin Milliard klubida boshqa kontentlaringizni, podkastlaringizni ko'rganman, o'sha tanishgunimizcha ham. Umuman biznesda, marketing yo'nalishida, media yo'nalishida ham tajribangiz ko'pligini bildim. Shuning uchun o'zingiz haqingizda qisqacha gapirib bera olasizmi? Misol uchun auditoriyaga yana ham bilmaganlar qanaqa yo'nalishlarda misol uchun ijod qilasiz? Hozirgi kunda asosiy faoliyatingiz nima bilan shug'ullanyapsiz? Nimaga serqirra, nimaga unaqa o'zi desa, menda shunaqa narsa bor. Menda odatmi bu, bilmayman, ichki tuyg'umi bu, yangi narsalarga qiziqaman. Eskilikdan tez zerikib qolaman. Ya'ni hamma narsa o'sha takroriy davom etaversa, bu narsa menga o'sha qiziqligi, jozibasi yo'qoladi. Yangi narsa qilgim kelaveradi. Nimaga bilmayman. Bu narsani ko'pchilik aytadi, daraxt bitta joyda ko'karadi deydi. Men 100% roziman bu narsaga. Lekin men ko'proq narsalarni qilib, qanaqadir bilmayman, topga chiqmaslikka ham men roziman. Chunki hayot o'zi qisqa. Odam qilgisi kelgan narsani qilib ko'rish kerak deb o'ylayman. Keyinchalik afsuslanmaslik kerak. Va agar bu qilayotgan narsa odamlarga foydasi tegadigan bo'lsa, nimaga yo'q? Juda to'g'ri. Bu meni shaxsiy fikrim. Hamma shunaqa qilsin demayman. Bu shaxsiy fikr. Lekin ko'pchilik ijodkorlar shunaqa, shaxsan men o'zimda ham shunaqa. Men o'zim ham bitta yo'nalishdagi nima deydi, o'zi tadbirkor odam serqirralik bo'ladi deydimi, qanaqadir umuman olganda kuniga nimadir bitta yangilik, qiziqish bo'lmasa, kun zerikarli o'tganga o'xshaydi. O'zi mana bunaqa narsa ham bor-da, aka. O'zi hech narsa qiziqmagan odamlarga men hayron qolaman. Ertalab ishga boradi, kechqurun ishdan keladi, bo'ldi. Hattoki ko'chaga ham bir ortiqcha aylangani chiqib, bir narsalarni ko'rib, bir chet ellarga chiqib kelib, tomosha qilish degan narsalarni ko'pchilik qiziqmas ekan. Men eshitib hayron bo'laman. Qanaqa qilib qiziqmasdan yashash mumkin deyman o'zi umuman. Qiziquvchan odamlarni men qaytanga oldimga olishga harakat qilaman. Ular bilan ko'proq do'stlashishga harakat qilaman. Agar qo'limdan kelsa ishga olishga harakat qilaman, qurbim yetsa. Ko'pincha qiziqadigan odamlar katta odamlar bo'lib ketib qolishadi. Bo'ysunmas bo'ladi deyshadi, chunki erkinlikni xohlaydi ular. Shunaqa. Menda ham juda ko'p bo'lgan, shunaqa, misol juda ko'pchilikni bilan suhbat qilganmiz, ishga olishda, ish jarayonida ko'pchilikka ikki xil taklif beraman-da. Stabil oylik xohlaysanmi yoki qanaqadir proyektga aynan o'zingning yo'nalishingda sherik bo'lasanda, shuni bo'lishni xohlaysanmi? Hozir lekin puli yo'q bo'lmaydi. 70-80% holatlarda yo'q, menga o'sha stabilni oylik kelib ketsam bo'ldi degan javob bo'ladi. Bu narsaga aka ajablanish kerak emas. Sababi bizani ota-onalarimizni shunaqa katta qilishgan, ota-onalarimiz bizani shunaqa katta qilishyapti. Endi mana kelajak avlod, mana alfa avlod deyapmiz-ku. Alfa avlod уже boshqacha bo'ladi. Ularga stabillik muhim emas. Hozir ham mana ko'rsangiz, ularga stabillik muhim emas. Bitta joyga keladi, yoqmasa ketib boradi. Shunaqa. Sal nimadir ko'yniga tushsamayaptimi, ketib boradi. Muammosi yo'q. O'zini topgan joyda ishlaydi. Bizga shunaqa o'rgatishganki, miyamizga shu narsani qo'yishganki, xavfsizlik eng muhim narsa. Ya'ni biz doimiy ravishda sug'urtamizni olib yurishimiz kerak. Ya'ni nima desa, ishlab pensiyamizni olishimiz kerak. O'shanga yetib olishimiz kerak. Ya'ni pensiya olishimiz shart biza. Pensiya olmasa ertaga och qolib ketamiz degan narsani bizani miyamizga qo'yishgan. Kimdir bu qobig'idan chiqib keta olyapti, kimdir chiqib keta olmayapti. Plus minus bir xil yoshdamiz aka, yoshim 40 ta meni. Shunaqa, endi baribir bir xil yoshdamiz, o'sha mana mustaqillikni davrida yashaganmiz. Biz misol sovuq Sovet davrini umuman bilmaymiz.
o'sha paytda tug'ilgan bo'lsak ham, chunki asosiy yoshligimiz ham 90-yillardan keyin boshlangan. Shunaqa. Baribir o'sha paytdagi mafkurani O'rni bor. O'sha paytdagi Chandiqlari ham bor. mafkura bilan shakllangan odamlarni qo'lida tarbiya topganmiz-da baribir. Shunaqa. Hozirgi kundagi mana yangi avlod haqiqiy mustaqillik davrida bilim olganlarni qo'lida tarbiya topyapti, aytsam. Ya'ni bitta avlod o'tgandan keyin bemalol oldingi chegaralar menimcha chiqib ketadi umuman jamiyatdan. Chunki hozir ham o'sha farzandlarda ham sezyapmiz, umuman chegara degan narsa yo'q. Shunaqa. Milliard bilan Yaponiyaga bormadingiz? Yo'q, men borolmadim. Borolmadingiz. O'shanda zo'r insight keldi-da. Yaponiyada 50 yillab, 60 yillab ishlashgan ekan-da odamlar bitta kompaniyada. Hozirgi yoshlar qanaqa qarab ketyapti, ular ham hayron. Ya'ni 3-4 yil joyini almashtirar ekan. 3-4 yil joyini almashtirar ekan. Ya'ni bu faqat bizda emas bu. Bu butun dunyoda kuzatilayotgan tendensiya. Demak, bunga tayyor bo'lish kerak, ish beruvchilar ham. Albatta. Bu yangi yoki avlodda zo'r sharoit qilib ushlab o'tiring yoki bo'lmasa xodimlar tez-tez almashishiga rozi bo'ling. Bitta mutaxassis keldilar, gaplashdik aynan shu keyingi avlodlar bo'yicha. Aynan hammamiz tadbirkorlar, ish beruvchilar, qanaqa ularning psixologiyasi qanaqa. Kamron aka Gulyanov taniysiz. Davrada gaplashib qoldik. Hozirgi endi ular hozir asosan yoshlar bilan ishlayaptilar-ku. Sen berayotgan oyliging, premiyang va hokazo moddiy motivatsiyalar qiziq emas. Bundan ko'ra o'sha ofisingga bitta xonasiga Counter Strike klub qilib qo'yginda, ishdan bo'sh paytdan keyin o'ynasin, o'sha ularga hozirgi paytda motivatsiyalardan bittasi. Jamoat bo'lib yashashni hozir xohlashyapti. Ya'ni ularga community kerak. Ularga o'zini hamfikrlari kerak. Ahamiyat bering, o'sha modniy joylarda hech narsa qilmasa ham o'sha yerlarda yurishadi, yig'ilib yurishadi, o'sha yerlarga borib to'planib turishadi. Ularga hamfikr odamlar kerak, hamdard odamlar kerak. Qatta ularda dard desangiz, endi uni ozgina gaplashsangiz bilasiz. Psixologiya umuman boshqacha. Juda. Hozirgi mana kelajak aytishdi, kelajak magazinlarini, dizaynini mana Apple'dan olinglar. Amerikada ko'rdik, Dubayda ko'rdik, Apple magazinlari. U kirganingizda magazin emas. Coworking centerga o'xshaydi. Kirib, o'sha yerda gaplashib, ko'rib, kommunikatsiya qilib, xarid qilishadi. Hozirgi standartni dizayndagi magazinlar bilan yosh avlodni o'ziga jalb qilish qiyin degan fikr ham bildirildi-da. Shunaqa. Abdur aka, endi ruxsatingiz bilan suhbatimizning asosiy qismiga o'tamiz. Xo'p. Birinchi savollardan taqdimot loyihasini boshlashda nima sabab bo'ldi? Bu o'zi loyiha siznikimi yoki siz yerda qanaqa ishtirokchi sifatida qatnashyapsiz taqdimot loyihasida? Bu aslida o'zi havoda uchib yurgan loyihada. G'oyasi havoda uchib yurganda buni. Juda ko'pchilik qilmoqchi bo'lgan ekan. Shu jumladan biz ham, men o'zim Zo'rtovada ishlayotgan paytimda yilni boshida to'g'rirog'i ikkita odam kelib shu narsani qilaylik deb taklif berishdi. Ikkalasi ham keyin yo'q bo'lib ketdi. Keyin Aloqa bank keldi, Aloqa Ventures. Ular kelishdi, ular bilan qildik va oxirigacha bo'ldi bu narsa. Ya'ni undan oldin ham harakatlar bo'lgan, lekin oxirigacha yetmagan. Qaysidir joylarda to'xtab qolgan, pulga kelganda to'xtab qolgan, yoki bo'lmasa qaysidir narsalarni tasdiqlatishga kelganda to'xtatib qolgan. Shunaqa bo'lib qolgan. Aloqa Ventures oxirigacha bordi va bu proyekt efir yuzini ko'rdi. Undan keyin ne odamlar telefon qilyapti, biz ham qilmoqchi edik deb. Juda yaxshi taniysiz, xalq ham juda yaxshi taniydigan odamlar, kompaniyalar telefon qilyapti. Biz qilmoqchi edik. Qachon qilmoqchi edinglar? Biz 2 yildan beri harakat qilyapmiz. Biz harakatni 2 oy oldin boshladik. Eng muhimi kim birinchi boshladi? Hamma ideyada ham shu. Shunaqa. Ya'ni bu o'yini o'ylaguncha tavakkalchi ishini bitiradi dedi. Chunki bu proyekt dunyoda bor. Dragon's Den bor, Shark Tank bor. Ikkita proyekt bor уже.
Undan andoza olib hamma kim bo'li oxirgi paytlarda nimagadir YouTube'da, shortslarda aynan Shark Tank'ni lavhalari ko'p chiqishni boshladi. Oxirgi paytlar. Bu degani O'zbekiston qiziqdi degani. Bu degani faqat men emas, boshqalar ham ko'ryapti degani. Bu degani faqat menga emas, boshqalarga ham keladi bu g'oya degani. Endi ko'pchilik aytishi mumkin, nimaga ko'chirding deyishi mumkin. Velosipedni boshqatdan ixtiro qilib nima qilamiz? To'g'ri, o'zimizniki qildik. Dekoratsiyalarni o'zgartirdik, anaqalarni qo'ydik, chemodanlarni qo'shdik. O'zimiz mentalitetga moslashtirilgan. Agar olmoqchi bo'lsa, investitsiya qilmoqchi bo'lsa, keysini ochib qo'yadi. Bo'lmasam sekin olib o'ng tarafiga qo'yib qo'yadi. Bu Angliya qirolichasini o'zi aslida signali bo'lgan. Sumkasini olib, yoniga qo'yib qo'ysa, atrofidagi qo'riqchilari bilganki, cho'ta opaga yoqmayapti. Qirolichamizga yoqmayapti, ketgisi kelyapti degan narsa bo'lib, har xil narsalarni bahona qilib, ketishimiz kerak, siz ham yoqda kutishyapti, siz ham yoqda kutishyapti qilib olib ketishgan. Ya'ni menga yoqmadi degan ma'noni shu sumkani olib chetga qo'yib qo'yishi bildirgan. Men shu narsani oldimda, investorlar shu narsani qilinglar, agar sizlarga yoqmasa, mayli, menga yoqmadi deb aytmanglar, chunki startaperlarni kayfiyati buzilmasin. Etiklik qattiq botmasin, sindirib qo'ymasin. Shundan olib qo'yib qo'yinglar bo'ldi. Ya'ni savalash shart emas. O'zi shundoq ham hozir bizda startap mavzusi endi boshlanayotgan mavzulardan-da. Bo'lsa bir 3 yildan beri bir e'tibor qaratilayotgan mavzu. Undan oldin ham qilishgan, lekin davlat bunchalik e'tibor bermaganda. Hozir mana davlat tomonidan ham e'tibor kuchaydi. Zo'r imkoniyatlar yaralyapti. Hozir endi bozor shakllanyapti. Bitta shu gapingizga davlat juda ko'p narsada imkoniyat berib qo'yganda. Shunaqa. Lekin buni o'sha sizga o'xshagan yoki shu taqdimot ko'rsatuvini mualliflari, sizni hamkasblaringizmi, hamkorlaringizmi, shularga o'xshagan bitta misol hamma o'ylab yuravergan, olib chiqadigan odam bo'lmaganda. Bunaqa narsalar, ideyalar juda ko'p. Shunaqa. Misol uchun davlat imkoniyat berib qo'ygan, uchirsa bo'ladi, lekin hammamiz oxirigacha yetib bormaganmiz yoki juda kichkina tor doiradagi odamlar uni foydalanib yuribdi. Shunaqa. Endi bitta shu ideyani orqasida mana qancha menimcha ishtirokchilar ham, qatnashmoqchi bo'lganlar ham soni karra-karrasiga oshib ketayotgan bo'lsa kerak menimcha. Shunaqa. 1 yil davomida startup garaj 250 ta startup yig'gan. 10 oy. 10 oyda. 10 oyda 250 ta startup yig'gan. Muhammad Halil o'zi aytibdi. Bo'ldi, startaplar tugadi deyapti. Ko'rsatuv boshlayapmiz. Qancha davom etadi? Bor yo'g'i 250 ta startup bor O'zbekistonda deyapti. Ko'pga bormaydi bu ko'rsatuv. Boshlangandan keyin endi boshlanmasdan oldin biz Instagramda berishni boshladik, qizdirishni boshladik. Odamlarga nima bo'lyapti, qanaqa bo'lyapti, o'sha narsalarni azgina uchini ochishni boshladik va efir ketdi. Efir ketgandan keyin u narsa yana tarqaldi. Tarqalgandan keyin hozir IT biznes qilib yurganlar tushunyaptiki, bular startap qilayotgan ekan. Yoki bo'lmasam ko'p tadbirkorlar mana oxirgi paytda bizda biznes klublarda internetda yo'qmisan, bozorda yo'qsan degan narsa chiqqan. Shunaqa. Siz hozir ikkinchi savolga hamma internetga kirishga harakat qilyapti-da. Ikkinchi savolga bog'lab ketaylik, chunki o'zi javob berishni boshlayapsiz. Hozir aytib olaylik shuni. Aytib olaylik. Ya'ni bu yerda nima bo'lyapti? Ham IT biznes qilib yurgan aytishniklar yoki bo'lmasa outsource ishlab yurgan kompaniyalar startup qilayotganini bildi va zayavkalar topshiryapti. Va onlaynga kirayotgan klassik biznes egalari ham bu narsa startapligini tushunib kelishyapti. Ya'ni hozir startaplarning ichida ham aytishniklar ham ko'paydi. Ham tadbirkorlar ham ko'paydi. Shuni biz ajrata olmaymiz. Shaxsan men ham ajrata olmayman. Startup nima o'zi? Shuni bo'yicha ta'rifmi, qisqa tushuntirish bera olasizmi? Startup kim o'zi? U faqat IT proyektmi u? Kitobisini Googledan ham o'qib olasizlar. Jaydara tilida tushuntirib bering. GPTdan so'rasanglar ham bo'ladi. Men sizlarga hozir startup bilan oddiy biznesni qanaqa qilib ajratishni aytib beraman. Demak, klassik biznesga qaraganda startup tez masshtablashadi.
Uni masshtab qilish juda oson. Klassik biznesda misol uchun bitta do'konni ikkita qilishingiz uchun, ikkitani 50 ta qilishingiz uchun yillar kerak. Lekin startapda butun O'zbekistonni egallash uchun tam 3 oy, 6 oy kifoya. Dunyoga chiqish uchun yana bir 6 oy. Tushunasizmi? Butun dunyoni egallash uchun tam 2 yil. Masshtablashish juda tez bo'ladi. Oson bo'ladi startapda. Eng asosiy kriteriya shuni qilib olinglar. Bu IT bo'ladimi yoki bo'lmasa boshqa bir innovatsion g'oya bo'ladimi? Farqi shuki, masshtablash oson. Eng birinchi farqi. Ikkinchi farqi, startaplar ko'pincha tez o'suvchan bo'ladi. Ya'ni masshtab bo'yicha biz gapirdik, endi uni tez o'stirish bo'yicha gaplashamiz. Ya'ni pulli jihati yoki bo'lmasa odamlarni foydalanuvchilarning soni, user deydi. Foydalanuvchilarning soni jihatidan. Mijoz jihatidan deylik. Klassik biznes tilida. O'shalar tez anaqa qiladi. Agar tez bo'lmayaptimi, demak, u yerda muammo bor. Produktda muammo bor. O'zgartiraverasiz. Tushunarli. Demak, keyin yana bitta narsa, startap investitsiyalarning orqasidan yashaydi. Ya'ni klassik biznesda siz o'zingiz pul olishingiz kerak, pul tikishingiz kerak. Keyin uni o'zingiz yechasiz, boshqa qilasiz, rasxodingiz bor, tushayotgan tushumingiz bor. Shu ikkalasini razницasi foyda, o'shani olib yuraverasiz. Startapda unaqa emas. Startapda siz o'zingizga oylik yozasiz. Tushgan pulni ham o'ziga tiqaverasiz. Investitsiya hisobiga kengayadi. Investitsiyani hisobiga. Bu degani asosiy ideologiya bu shunaqa tez rivojlanadiki, investitsiya qilgani bitta odam o'zining resursi yetmaydi. Faqat shuni orqasidan faqat investitsiyani hisobiga yashaydi. Shunaqa. Venture fondlar, angel fondlar yoki bo'lmasa angel investorlar o'shalarning orqasidan yashaydi. Demak, o'sha 3-savolga yo'laliga javob berib o'tib ketdi. Ya'ni startap va oddiy biznes o'rtasidagi eng katta farq nima? Demak, tez ommalashadi, tez kengayadi. Bu degani xohlagan startap IT siz iloji yo'q ekaningizdan to'g'rimi? Chunki IT bo'lmasa tez hozirgi zamonda tez ommalashtirishi, kengaytirishi hamcha iloji yo'q. IT yechim bo'lishi mumkin, lekin standartlari bo'lmasa qiyin. Ya'ni standartlari bo'lishi kerak. IT-dami yoki boshqami farqi yo'q. Standartlari bo'lishi kerak. Lekin IT sun'iy intellekt baribir parallelni o'sha biznesni ichida bo'lish kerak ekanda, to'g'rimi? U IT startap bo'ladi o'sha. Startap bor, IT startap bor. Yo, u IT siz qanaqa qilib bu qisqa muddatda ichida globallashtirish mumkin uni? Xohlaymizmi, xohlamaymizmi, baribir bir qismi IT-ga IT siz iloji yo'q ekanda, u to'g'rimi? Masalan, Amerikada WeWork degan kompaniya bor. Bular coworkingni qilishadi. Unicorn kompaniya milliardga chiqqan bo'lganda. IT emas. Ya'ni ular coworkingni demak, to'g'ridan-to'g'ri 100% IT ga bog'lanish shart emas. Yo'q, shart emas. Lekin hozirgi kunda IT startaplarga ko'proq qiziqish bilan bildirilyapti. Chunki ularni qilish arzonroq deydi. Tushunarli. Taqdimot loyihasiga kirish etaplari qanaqa? Qatnashish uchun nechta etapdan o'tish kerak? Qanaqa bosqichlari bor? Yerda endi hozir biz yozda boshlaganmiz buni efirni hozirgacha konkursini. Efirga yetib kelganlar, demak, yozda boshlagan saralashda. O'shanda e'lon qilingan. Yozda o'shanda anketa topshirganlar. Hozir mana endi efirga chiqyapti. Bu yerda biz уже ikkita sezonni bolalarni to'plab bo'lganmiz. Hali birinchi sezon tugamadi. Bu degani yangi yildan keyin yana bizda saralash boshlanadi, e'lon qilamiz, o'shanda qatnashishadi. Hozir to'g'ridan-to'g'ri bizga kelib chiqish masalasi qiyin, chunki уже biz yozdan beri ishlayapmiz bular bilan. Nechta saralash bor? Birinchi anketa topshirish bosqichi, undan keyin o'zi sekin-sekin o'tib kelaveradi. Nima?
Adbordan. Shu adbor shakli qanaqa? Misol uchun men qatnashmoqchiman, birinchi ariza topshiraman. Qaysi etapda nechta etapdan o'tib kelganini men bilmayman. Meni o'zim 3 ta etapdan o'tkazganman. Ha. Televiziyaga chiqish uchun, ya'ni 3 ta etapdan o'tgan bolalar. Mengacha yana nechta etap borligini men bilmayman. Hozir mana birinchi, ikkinchi etapda o'tganlar, televiziyaga chiqish darajasiga yetib kelganlar. Nechta? 60 ta. 60 ta. Bitta etapda o'zida yoki ikkita etapda? Ikkita etap, ikkita sezon bo'ladi. 30 tadan ikkita sezon bo'ladi. Xo'p, agar talabgorlar shunaqa ko'p ekan, buni protsessni tezlashtirish ilojisi yo'qmi, yo'q o'ylamayapsizlarmi buni? O'ylayapmiz. Endi bu o'zi loyiha o'zi ham asla boshida o'zi yig'ilishi qiyin bo'ldi-da. Ha. Aytibman-ku, kamida-da. Endi hozir talabgorlar ko'p. Endi hozir talabgorlar ko'payib qoldi. Endi buni ustida ishlayapsizlar. Keyingi adborlar demak yangi yildan keyin boshlanadi. Hamma kuzatib turish kerak. Sizga obuna bo'lib, Instagramlarini yozib ketamiz. Anaqa Aloqa Ventures, Startup Garage, o'shalarni ham kuzatishsa, o'sha yerda ketadi. Aloqa Ventures, Standard Garage. Ismi Startup Garage. Startup Garage, Aloqa Bank. Bularni ham demak silkalarni yozib ketamiz. Описаниеda bemalol kirib, podpiska bo'lib kuzatib turish kerak. O'zi qanaqa startaplarga investitsiya kiritgan ma'qul hozirgi momentda? Agar investor bo'lsak, umuman olganda investorlarning soni chegaralanganmi yoki investor bo'lmagan odamlar ham sizlarga murojaat qilsa bo'ladimi? Investor bo'lmoqchi bo'lganlar. Investor bo'lmoqchi bo'lganlarga yaqinda bitta platforma chiqadi, ishga tushadi. O'sha yerda bemalol investitsiya qilsa bo'ladi. Ya'ni bu platformani ustida juda katta mutaxassislar, chet eldan hattoki o'zbek qora ko'zlarni jalb qilyapmiz. Chet elda katta kompaniyalarda ishlab yurgan qora ko'zlarni jalb qilyapmiz, чтобы ular o'sha startapni startapga pul tikayotgan odamlarning riskini minimalniy qilish uchun. Ya'ni 70% startaplar fail bo'ladi, o'xshamaydi degan statistika bor. Biz o'sha 70%ni 40-30 larga tushirmoqchimiz. Ya'ni failni kamaytirmoqchisiz. Eng zo'rlarini o'sha platformaga qo'yamiz. Xalq ko'radi. Ko'rib, o'zi o'sha $100 bo'lsa $100 protsent oladi, ya'ni ulush oladi. $1000 bo'lsa $1000 ga, 100 ming bo'lsa 100 mingga, 1 million bo'lsa $1 million ga ulush olib qo'yadi. Ikki tomonlama, ham investorlar, ham g'oyani mualliflari o'rtasida demak uchrashuv nuqtasi bo'lar ekanda. O'sha g'oya muallifi bo'lmaydi. O'tda to'laqonli g'oyasini amalga oshirgan, o'sha nazarda tutyapman. Kompaniya bo'ladi. G'oyani egasi emas, o'tda kompaniya foyda. Startup egasi deylik bo'pti. Tayyor shu loyihaning egasi bilan investor uchrashadigan nuqta bo'lar ekanda bu platformada. Shunaqa. Bizda qachon shu $1 milliard startaplar yetishib chiqadi? Siz nima deb o'ylaysiz? Bor. Misol uchun. Uzum bor. Yana. Mana unicorn bo'lyapti uzum. Bularning soni misol yaqin 5 yil, 10 yil ichida 5 yil, 10 yil ichida kamida 10 ta bo'ladi. Kamida 10 ta. Chunki ko'ryapmiz kelayotgan startaplar. Ishi seryoznilari bor. Bozorni oyog'ini osmondan qiladigan startaplar bor. Faqat o'zimiz bozormi yoki xalqaro bozorda? Xalqaro bozorga chiqadigan bolalar bor. Chunki oldin mana 5-6 yil oldin ham men milliarder bo'laman desa, balandparvoz gaplar bo'lardi. Matematik hisob-kitoblarni qilib berishardi. Qaysi yo'nalishda ishlaysan, O'zbekistonda bozori yo'nalishi shuncha, butun O'zbekistonning bozori shuncha. Yiliga shunchadan o'ssang ham, bir 50 yilda ham millioner bo'lishing mumkin. Endi hozirgi kunda, misol uchun, bu startaplar bilan bemalol dunyo bozoriga kirib, 1 yil ichida milliardlik kompaniya. Ana bitta zo'r startap keldi. Rostdan ham dunyoga chiqadigan startap. Hisob-kitob qilib chiqsak, 3 yilda unicorn bo'lar ekan, $1 milliard ga chiqar ekan. 3 yil. Bunaqalar ko'p. Demak, hozirgi kunda hech qanaqa chegara yo'q. Umuman ideya bo'lsa, uni demak startapga aylantirib, bemalol investitsiya topish hozirgi kunda muammo emas.
Odamlar yozadi-da, ideyamni o'g'irlamaysilarmi? Aka sizga omonat deb qo'yadi. Ha. Ideyani juda bir nima deydi? Qimmat narsa deb o'ylaydi. Haqiqatan ham ideya qimmat, lekin agar uni amalga oshirmasa, u bir tiyin to'ppa-to'g'ri. Hech qanaqa qiymati yo'q-da. Omonat desa, o'chirib tashlay qoling mendan deyman. Qanaqa qilib bu omonat bo'lishi mumkin? Men buni hali investorlarga ko'rsataman, venture fondlarga ko'rsataman, angellarga ko'rsataman, qiziqmi, qiziq emasmi, bolalarimga beraman, texnik taraflarini ko'rib chiqlaring deyman, anaqaga beraman. Xullas kalom ko'rsatishim kerak buni hammaga. Omonat deb qo'yadi. O'chirib tashlang deyman mendan deyman. Qo'rquvni yengish uchun nima qilish kerak? Misol uchun startaplarning ichida ko'p yuribsiz. Men o'zimda ham ko'p bo'lgan. O'zimizga ham ko'p loyihalar bilan kelishgan. Hozir ham kelishadi. Investitsiya qiling, birga ishlaylik, hokazo shunaqa takliflar. Men o'zim naukadan chiqqanman. Olimlar orasida ham juda ko'p shunaqa yangiliklar bor. Qaysidir investorga bersam, u g'oyamni o'g'irlab ketadi-da, shu bilan men bu yerda chetda qolib ketaman degan tushuncha ko'p-da umuman. Yoshlarning ichida ham, kattalarning ichida ham. Shunga men endi o'ylayman yoki bo'lmasa shu ko'rpani tagiga bosib hozir necha kirdingiz, 60 ga yana 20 yil yotsangiz o'zingiz bilan ketadi g'oyangiz deyman-da misol uchun. Mana bitta ideya, bir xil. Misol uchun Shark Tank. O'sha taqdimot ko'rsatuvini olaylik. Agar hozir shu ideyani olib boshqa odam qilsa, u umuman boshqacha qiladi. Men umuman boshqacha qilaman. Bu yerda asoschiga ko'p narsa bog'liq-da, founder deydi. Asoschiga juda ko'p narsa bog'liq. Ideyani kimdir o'g'irlasa ham u uniki emas-ku. Ideya qila olmaydi u. Oxirgacha yetib bora olmaydi. Chunki u har xil ikir-chikir mayda-chuyda narsalarni o'ylab chiqmagan. G'oyani egasi o'ylab chiqqan. Shunaqa. O'shaning uchun ideya o'g'irlagandan hech kimga nafi yo'q. Shunaqa. O'zimizda ham ko'p kuzatilgan. Bu narsa 100% qo'shilaman gapingizga. Chunki g'oyani egasi bu bilan yashaganda, u nima deydi? Ijodkor u. Shunaqa. U 100 yildan keyin shu o'zining g'oyasi qanaqa bo'lishini tasavvur qila oladi. Ko'pchilik uni maskirovkasini olib turib mentga qo'yadi, qanaqadir moment ish berishi mumkin, lekin uzoqqa bormaydi. Shuning uchun qo'rqish kerak emas, bosish kerak. Shunaqa. Keyin bitta ideya keldimi, xavotir olmanglar, ikkinchisi ham keladi. To'g'risi-da. Bitta g'oya keldi, ikkinchisi ham keladi. Yaxshirog'i keladi. Endi biz ijodkorimiz-ku. Men har doim yangi narsa yozishdan oldin bor eski narsalarni bo'shatib olaman. O'shalarni yozdirib qo'yaman yoki yozib qo'yaman o'zim. Chunki eski narsani chiqarib yormasdan turib yangi narsa o'ylab topa olmayman. Miya shunaqa ishlaydi. Birinchi eski narsani chiqarib olish kerak. Bo'shatib olish kerak. Keyin yangi g'oyalar keladi. Bo'lmasam o'sha g'oyani atrofida aylanib yuraverasiz. Misol uchun mana mikrofon, mana shu narsani ko'rdingizmi? Bo'ldi. Mana shunaqa mikrofonni chiqarmaguningizcha kimdir mikrofon sizga zakaz beradigan bo'lsa, faqat mana shunaqa mikrofonni qilib berishni o'ylaysiz. Voy, menga bu kerak emas. Menga qo'lda ushlaydigan kerak desa, qo'lda ushlaydiganni ham shu mana shunaqa narsalarni qilib, yo'q qilib, mana qilib berasiz. Chunki mana bu narsa miyangizda yuribdi-da. Deb bu narsani qilasiz, chiqarib olasiz, bo'ldi, miya bo'shaydi, endi menga mikrofon kerak desa, endi allambalo misol uchun qo'lga kasset sifatida taqiladigan mikrofon bo'lishi mumkin. Boshqa ideyalar kelishni boshlaydi o'sha. Tushunyapsizmi? Zo'r. Abror aka juda ko'pchilikda, ayniqsa shu taqdimotni ko'rgandan keyin, taqdimot ko'rsatuvini ko'rgandan keyin qiziqish, bilmayman, karrasiga oshib ketdi. Startap qilmagan odamlarda ham o'zi startap nima ekan, qanaqa boshlasam bo'lar ekan. Umuman nima tavsiya berasiz yoshlarga? Quyosh stansiyasi o'rnatishda tajriba juda muhim. Sanxaytek kompaniyasi 15 yildan ortiq tajribaga ega kompaniya hisoblanadi. Sizlar uchun premium sifatdagi quyosh stansiyalarini o'rnatish bilan shug'ullanadi. Kompaniya tomonidan o'rnatilgan stansiyalar uchun 5 yil bepul servis xizmati ko'rsatiladi va 100% kafolat taqdim etiladi. Agarda sizga ham sifatli va uzoq muddat xizmat qiladigan quyosh stansiyasi o'rnatish kerak bo'lsa, Sanxaytek kompaniyasiga murojaat qiling. Startap qilish uchun nimadan boshlash kerak? Kitob o'qish kerakmi yoki internetda qaysi
manbalarni bilan oldin tanishib chiqish kerakmi? Tekin yo'li bor, pulli yo'li bor. Tekin yo'li YouTube'da har xil o'sha podkastlarni ko'rsin. Bu tekin yo'li. Endi kitoblar ko'p. Faqat hali men o'zim hammasini o'qib ulgurmaganim uchun men bittasini tavsiya qila olmayman. Hozir Venture zehniyati degan kitob sovg'a qilishdi. Venture Mindset. Uni to'g'risi men zerikyapman o'qib. Bilmayman, baribir kimdir uni bir deganda o'qib tashlar. Men zerikib qolyapman. Pulli yo'li bor. Pulli yo'li agar ular investor sifatida kirmoqchi bo'lsalar, C-Space'da angellarni o'qitishyapti. Angel investorlarni. Agar xohlashsa, menda Telegram kanal bor. Yopiq, arzimagan pulga, oylik to'loviga. Men o'zim olgan insightlarimni hammasini berib yuribman. O'sha Telegram kanalda men bu mamlaqa bo'lar ekan, men bu mamlaqa bo'lar ekan deb turib, bozordagi realniy holatlarni aytib yuribman, berib yuribman. O'shanga qo'shilib olishsa bo'ladi. Uni ham silkasini opsioniyada yozib ketamiz, bo'lmasa. Bo'ladi. AB Startup pastki chiziqcha bot. Founder School bor, startup garajiga. Unga qo'shilib olsa bo'ladi. Endi u yerda akademikiy, ya'ni o'sha dars sifatida o'tib keladi, o'qiydi, muammosi yo'q. O'tgan borsa bo'ladi. Yana qayerda bor startaplarni o'rgatadigan. Asosan shular. Tushunarli. Endi hozir ko'p ma'lumot berdingiz. Hech bo'lmasa siz o'shani pulli guruhingizga qo'shilib olsa ham, menimcha foydali bo'ladi deb o'ylayman. Chunki oddiy mana Alisher aka full kontrakt bor, o'zi unaqa katta summa turmaydi, lekin undan $1 million ideyalarni ham olsangiz bo'ladi. Shunaqa. Qachon chiqadi bu efir? Taxminan? Taxminan uzoq bir haftaning ichida chiqazib Haftaning ichidami? Yangi yilgacha 30,000 so'm. Yangi yilgacha 30,000 so'm. Yangi yilgacha 30,000 so'm. Yangi yilgacha chiqazib olamiz, kanalga 30,000 so'mga qancha ideya oladi? 30,000 so'm. Lavash nechi pul? 37 mingmi? Shunaqa bo'lsa kerak. Bitta lavash pul eganda. Lavashdan ham arzon. Hozir yangi yilgacha, yangi yildan keyin oshadi. Tushunarli. Yana bitta narsani aytib qo'yay. Hozir bizda imkoniyat bor. Xitoy bozoriga kirish startapimiz bor. Bilasiz, qanaqa katta bozorligini. Xitoy bozori. Endi ikkinchi raqamli ekonomika. Kirsa, uje bo'ldi, boshqa dunyo kerak emas. Kerak emas. Bu soha bo'yicha kirib olsa bo'ldi. Endi startapda bizda hozir Gonkong bilan hamkorlik qilyapmiz. Ya'ni biz hamkorlik qilayotgan odamlar bor Qozog'istonda. Ular Gonkong bilan hamkor va u yerda akselerator bo'lyapti. Akselerator ideya, g'oya stadiyasida, bosqichida ham olyapti. MVP, faqat MVP'im bor, hali tractionim yo'q, hech narsam yo'q hali deganlarni ham olyapti. Va qanaqadir o'sha pulni aylantirib, nechta investitsiya tortgan, odamlarni ham olyapti akseleratsiyaga. Eng qizig'i faqat samolyot startaperdan qolgan hamma narsani ular qilib beryapti. Yotog'i bormi, yeb ichari bormi, o'qitishi, boshqasi hammasini o'zlari qilib berishyapti. Ya'ni bitta g'oyangiz bo'lsa bo'ldi. Agar bu o'sha haqiqatan zashta qila olasangiz, shu g'oyani qolgan hamma imkoniyat bor. Uni ham o'sha Telegram kanalimga kirishsa, o'sha yerda men qanaqa qilib podacha zaявка dokument berish kerak degan narsani video urok qilib qo'yganmiz. Video darslik qilib qo'yganmiz. Qiyin-da. O'sha narsani olishligi mumkin Telegram kanalga o'tsa. Eng qizig'ini aytaymi? Akseleratsiyani tugatsa, o'sha yerda o'zida investorlar unga investitsiya qiladi. Venture fondlar ham tayyor turibdi akseleratsiyadan o'tgan yaxshi g'oyalarga pul berishga. Men birinchi o'zim kiraman shekilli, Telegram kanalingizga. Tushunyapsizmi? Ya'ni hozir ular ham Xitoydan pul tortishi mumkin. Ham Xitoy o'zidagi odamlar bilan networking qiladi. Xitoy akseleratsiyasidan o'tadi. Xitoy bozori qanaqa ishlashini o'rganadi-da, o'sha yerda o'zida startapini boshlab yuborishi mumkin yoki bo'lmasa bu yerdagi startapini Xitoyga ko'chirib olib ketishi mumkin. Qo'yil. O'sha bu Xitoy bozorini o'ziga kirdi degan. Milliardlagan bozor u. Tushunyapsizmi? Qanaqa imkoniyat bor hozir? 26-dekabrgacha bu. Faqat 26-dekabrgacha. 26-dekabrda deadline tugaydi.
iloji boricha tezroq efirga bo'lmasa berishga harakat qilamiz biz ham bu podkastda. Men o'ylayman millionlab yoshlarimiz uchun juda katta imkoniyat ekanda bu. Aka, mana Faqat g'oya bo'lsa bu yog'ini $1 sotganda ham podpiskasini $1 sotganda ham 10% Xitoy egalladi deylik. Qancha bo'ladi? 1% egallasa ham 1% egallasa ham 10 million bo'ladimi? shunaqa. $10 million oyiga ishlaydi. Zo'r. Vashe katta bozor. Endi bunaqa katta bozorga bilmayman, u odam Bunaqa imkoniyat yana qachon bo'ladi bilmayman lekin. tasavvuriga sig'dirish ham bundan faqat foydalanish kerak. Shunaqa. Tavakkal bosish kerak. Avvalgi keyingi yillarda umuman olganda startaplarni sun'iy intellekt bilan bog'liqligi qanaqa? Hozir kelayotgan startaplarni sun'iy intellektsiz rivojlanish qiyinmi yoki sun'iy intellekt uncha o'zi Yo'q, mana qarang, sun'iy intellektsiz rivojlansa bo'ladimi? Bo'ladi. Sekinroq bo'ladi. Ya'ni qanaqa ma'noda? Masalan, hozir siz bitta startap boshlamoqchisiz. Sizga bitta gipotezangiz bor. Mana shunaqa startap qilsam ishlaydi degan narsangiz bor. Siz 3 oy, 6 oy, 1 yil vaqtingizni o'shani kodini yozib o'tirishga, uni qanaqadir bir ishlaydigan holatga keltirishga sarflaysiz-da. Keyin bozorga olib chiqasiz, yo u yeydi, yo yemaydi. Endi hozir sun'iy intellektda vibe coding, no code, low code degan narsalar chiqqan. Lovable, tam kursor, GitHub, shunga o'xshagan narsalarda shunday prompt yozasiz. Men mana bunaqa sayt qilmoqchiman yoki bo'lmasa mana bunaqa platforma qilmoqchiman. Desangiz, o'zi kodlarini yozib, sizga ishlaydigan holatda endi to'g'ri o'tbotini o'zgartirasiz, boshqa qilasiz. Siz tayyor prototip olasiz. Ketsa 2 soat, bori yana 1 kun. Voy, вообще erinchoq bo'lsangiz 3 kun ketdi. 3 oy emas-da. Shunda olyapsiz, bozorda shunda test qilyapsiz, sinayapsiz, o'xshamayapti, o'xshamayapti. Bo'ldi, talab bormi? Ketdi. Opke, backend topke, frontend topke, AI injener opke, uni opke, buni opke qilib yig'ib olasiz, komandani bosasiz. Zo'r. Undan oldin biz ancha vaqt sarflar edik. Sun'iy intellektsiz qilsa bo'ladimi? Bo'ladi. Sekinroq bo'ladi. Endi ichkarida misol uchun siz группа поддержки, то есть техподдержка. Nima deydi o'zbekchasini? Texnik yordam deydimi? Texnik qo'llab-quvvatlash deydimi? Texnik qo'llab-quvvatlash, misol uchun, support deydi, support. O'sha narsani misol uchun odamlarga bog'lab ham qo'ysangiz bo'ladi, sun'iy intellekt bog'lab qo'ysangiz ham bo'ladi. Databaza shakllantirib qo'yasiz, o'sha bazadan olib, mana qilib javob berib turaveradi. Ya'ni sun'iy intellekt kirib keldi, nimaga foydalanmasligimiz kerak? Ya aytmoqchi bo'lganim, qochishimiz kerak. Qanchalik bog'liq o'sha startaplar? Bu siz chambarchars. Bu siz o'sha bor-ku, nima qilasiz? Ishlating. Xohlaymizmi, xohlamaymizmi, startap qilmoqchimizmi, sun'iy intellektga bog'lasak, yana ham bir necha x tezroq rivojlanadi. Tezroq, effektivroq bo'lishi mumkin. Endi sun'iy intellekt uchun startap yaratish bilmayman qanchalik to'g'ri bo'ladi. Sun'iy intellektni o'sha ishimizni tezlashtirish uchun, optimizatsiya qilish uchun, arzonlashtirish uchun ishlatishimiz kerak. Hozirgi vaqtgacha shu taqdimot ko'rsatuvini nechta soni bo'ldi? 4 ta. 4 ta sonida har bittasida 4 tadan menimcha. 3 tadan. 3 tadan yutadimi yoki 3 tadan taqdimot bo'ladimi? Taqdimot chiqadi. Ha, 12 ta taqdimot bo'ldi. Sizga eng yoqqan 3 tasini ayta olasizmi shu taqdimotlarning ichida? Ular hali chiqmadi. Ya chiqqanlarning ichida aytaylik, mayli. Bittasini ayting, eng yoqqanini. Yo'q, mana HGT zo'r loyiha. Qisqacha ma'lumot bera olasizmi shu loyiha bo'yicha? Ha, uydagi kommunal to'lovlarni tizimlashtirilgan holati, ya'ni men o'zim ham maza qilyapman. Qaysi kuni nech pulli svet yoqqanim, nech pulli gaz yoqqanim hammasi ko'rinyapti. Undan tashqari to'laganlarimga cashbacklar beryapti. Xullas kalom qulayliklarni mashincha qilib tashagan. Alisher Tajriyev degan odam. U bilmayman, unaqa kalla
Menimcha Amerikada ham bo'lmasa kerak. Bu endi faqat O'zbekiston bozori uchun O'zbekiston mo'ljallanganmi? bozori uchun-da. Lekin 1 million dollar ko'tardi shu bola investitsiya. Qo'y. Ikkinchi loyiha. Men o'zim marketolog bo'lganim uchun Data Bazar. U investitsiya ko'tarmadi. Ya'ni Jahongir aka 51% ni olmoqchi edilar. U rad javobini berdi. Ha, shu bo'yicha ham Ha. uzr gapingizni bo'laman. O'zi nima deydi? Startaplarni 51% ni sotish ham, olish ham katta risk, to'g'rimi? Ha. Ya'ni investor odam uni men 51% ni olaman deb egalik qilishga harakat qilishi ham sal Men o'zim ham yaqinda bildim. Ha. Yaqinda bildim. Ya'ni o'sha startap olamiga kirib kelganimdan keyin bildim. Foizlar qanaqa qilib nima bo'lishini va nimaga odatda investorlar ko'p foiz so'ramasligini, venture fondlar nimaga ko'p foiz so'ramasligini bildim. Sababi startaplar investitsiyaga ulab ketar ekanda. Bu doimiy ravishda o'zini protsentini sotib borar ekanda. Agar u boshidayoq katta foiz sotib qo'ysa, keyingi raundlarga unda foiz qolmas ekan. Foizi kamayib ketaveradi va oxirida motivatsiyasi o'lib qolar ekan bolani, founderni va o'shaning uchun bu startap keyin fail bo'lar ekan. Ya'ni bo'ldi, uxlar ekan. O'shaning uchun investorlar boshidan katta foizga kirmas ekan. Uni kirishi ham o'zi uchun ham xato ekan. O'zi uchun ham xato ekanda u. Chunki ertaga startap prosta yo'q bo'lib qolar ekan, yo'q bo'lib ketar ekan, pulga kuyar ekan investorlar. Keyingi investorlar o'sha pul tikisi kelmaydi agar katta ulushini boshdan kimdir olib qo'ygan bo'lsa ham. Endi u haqida qisqacha aytib bera qoling, gapingizni bo'lib qo'ydim. Yo'q, bo'ldi. Ya o'zi o'sha startap haqida. Ha, u mana bizda nimadir qilmoqchi bo'lsak, biz so'raymiz-da. Mijozing kim? Uni xulq-atvori qanaqa? Ma'lumot yetishmaydi. O'rganmaydi-da tadbirkorlar. Hattoki mijozi bilan iste'molchisini farqiga bormaydi ko'pchilik. Shunaqa. Shu masalalarni Data Bazar degan startap avtomatlashtirgan. Ya'ni biz katta pullar to'lab, 100 minglab tadqiqot qilishimiz shart emas. Bizga tayyor kerak bo'lgan auditoriyani o'zi analiz qilib, analitikani javoblarini qilib beradi. Xo'p, endi shu pul ko'tarmagan startaplar ham qanaqadir ba'zida aniq bo'lsa, bunga keyinchalik boshqa investorlar kirmoqchi bo'lsa, shu nima deydi, qayerdadir kimga murojaat qilsa bo'ladi, qayerga misol yig'iladi ularning bazasi. Xo'p, aslida unaqa baza hozircha shakllantirilmagan. Qanaqadir platforma qolsalar, o'sha yerda bo'ladimi? Lekin u platformada ham hammasi bo'vermaydi televizorga chiqqanda. U platformada bizani ekspertizamiz, ya'ni ekspertlarimiz bo'ldi. Mana shu startap yaxshi investorlar pul tiksa, katta ehtimol bilan yaxshi yuradigan. Chunki mana shu paytgacha yurib kelyapti. Mana mamuncha MRR bor, oylik aylanmasi bor, mamuncha yillik aylanmasi bor. Bular har yili mamuncha foizga o'syapti, growth deydi. Growth mana mamunchadan bo'lyapti. Deb bo'ldi, bularga bosish kerak desa, keyin biz platformaga qo'yamiz. Endi efirga chiqqanlarni ko'rmoqchi bo'lsa yoki Aloqa Venturesga murojaat qilsin, yoki bizga. Endi Aloqa Ventures katta ehtimol bilan vaqti bo'lmaydi. Sizlar murojaat qilsa bo'ladi. Investor bo'laman deyishsa, endi ko'pchilik Amerikaning startaplar vatani deyishadi. O'zi shunaqami? Birinchi startaplar qayerda boshlangan yoki masalan Silikon vodiysi, yana boshqa Amerikadagi misol shu startaplarni hali startapshunos olinmasman. Men endi o'rganmayman bu. Umuman nimaga o'zi startaplar qaysi davlatdan o'zi kelib chiqishi qayerda? Mana keling, Facebook, Google shularni ko'raylik. Yosh bolalar milliarder bo'lib ketyapti-da. Qanaqa qilib degan savolga bundoq qarasangiz, oddiy prosta shunchaki boshqalarning xayoliga kelmagan narsalarni qilib, oddiy yechimlar bilan milliarder bo'lib ketishyapti. Va bularning yo'lidan sekin-sekin ko'pchilik yurishni boshladi va bu ommaviy bir harakatga aylandi. Madaniyatga aylandi bu. Startap madaniyati bor hozir alohida.
Juda ko'p startaplarni saralashda qatnashdingiz, hozir ham qatnashyapsiz, taqdimot darajasiga olib chiqdingiz. Startaperlarni, ya'ni startapni olib chiqqan shu kompaniya deymizmi, startap egalarini shu loyihani prezentatsiya qilish jarayonida, o'tkazish jarayonida eng ko'p yo'l qo'yayotgan xatolardan sanab bera olasizmi? Bitta ikkita shtobi. Keyingi startaperlar yo'l qo'ymasligi uchun. Bu yerda hammada har xil kimdadir mahsulotni haddan tashqari sevib qo'ygan, ko'zi ko'r, qulog'i kar. Kimdir nimadir desa, "Ey, bu qiz bo'lmaydi, nima deyapsan?" deb ana qiladigan darajada. Ikkinchisi buni aksi, o'ziga ishonmaydi. Umuman ishonmaydi. Na o'ziga, na g'oyasiga ishonmaydi. Ya'ni mana shu ikkita qarama-qarshilik, ya'ni o'rtasi kam juda. Ham u ishonib, ham bu narsaga normal qaraydigan, ya'ni adekvat qaraydiganlar kam. Yutib ketyapti. Da. Kam ular, juda kam. Asosan endi pitchda, ya'ni o'sha taqdimot qilayotganda produktini o'zi yaxshi bilmaydi. Ya'ni yaxshi o'rganmagan. Shu narsani qilaman degan. Lekin hozirgi holatda bu zo'r, juda zo'r. Natijali zo'r. Ya'ni bolalar haqiqatan harakat qilyapti va bu industriya endi ochilgan industriya-ku. Biz hozir Amerikadan talab qilinadigan narsani o'zimizning qora ko'zlardan talab qilmaymiz hozir. Chunki ularga necha yil bo'ldi. Biz uchun eng muhimi shu narsa boshlangan. Boshlandi. Eng muhimi shu. Sekin yoshlar qo'zg'alib, buni ustida ishlayapti. Muvaffaqiyatga erishgan startaperlarni, startap egalarini umumiy jihatlarini aytib bera olasizmi? Qanday e'tibor bergan jihatlaringiz bormi? Muvaffaqiyatga erishgan startaperlarni umumiy jihati 3 tasini sanab beraman. Birinchisi bu o'zini ishini mutaxassisi. Ya'ni o'sha data bazar deganim, u marketolog. Juda kuchli marketolog. Alisher Tajiyev HGT bu juda kuchli IT spetsialist. Va bu birinchisi. Ikkinchi jihati networking dahshat. Tanimagan odami yo'q. Hamma bilan yaxshi munosabatda. Bu nima degani desa, ertaga startapini bu zo'r sotadi degani. Uchinchisi bu mas'uliyat. Uyiga bormasa bormaydi. To'yiga bormasa bormaydi. Ishini qo'pol qilib aytganda, eshikda ishlaydigan odamlar. O'sha natijaga erishish uchun. Zo'r. Yomon ishlashadi ular. Va ularning ishlashini ko'rib odamni silab yuboraman deb. Qo'yil. Startap qilishda yosh ahamiyati bormi? Misol uchun 17 yoshli bola ham 50 ga kirgan odam ham startap qilib bemalol qatnashsa bo'ladi. Men yoshim 40 ta. Masalan, men ham startap qilmoqchiman. Yosh chegarasi yo'q. Nimaga qayerdan kim? Endi to'g'ri, ba'zi bir programmalarga tushmaysiz, yoshlarni qo'llab-quvvatlash programmalariga tushmaysiz, lekin hech kim sizga qarshilik qilmaydi. Kim urishadi sizni? Endi nima deydi, bu startap deganda xuddi zamonaviy terminda. Zamonaviy termin bu kimlardir miyasiga kirmaydi, qabul qila olmaydi. Bu значит tema emas, yoshlarning temasi, albatta aytishni bo'lish kerak, boshqa bo'lish kerak. Yo'nalishi ham shart qiziq-yu, yoshi ham qiziq-yu, ideya bo'lsa, yaxshi mutaxassis bo'lsangiz, bemalol olib chiqsangiz bo'ladi ustida ishlab. Tasavvur qiling, siz 60 yashar zo'r doktorsiz. Masalan, neyroxirurgsiz. Siz o'sha neyroxirurgiyada bor muammoga qanaqadir innovatsion yechim qilyapsiz. Qaysi sohalarda O'zbekistondan global startap chiqishi ehtimoli yuqori? Hamma sohadan. Umuman chegara yo'q. Hamma sohadan. Chunki mana kelayotgan startaplar har xil sohadan. Ichida savdosi ham bor, ilmiylari ham bor,
PhD'si bor bolalar kelyapti aka. Mhm. PhD'si bor bolalar kelyapti. Mana chegara yo'q, yo'nalishda ham chegara yo'q, yoshda ham hech qanaqa chegara yo'q. Bitta bola anaqa yasagan. Robot yasagan, robot ham emas, bitta uskuna yasagan. Diagnoz qiladi. Davleningizni o'lchaydi, ko'z qarachiqlaringizni, boshqasini polniy skaner qiladi sizni. Shunda turadi anaqaga o'xshab, paynet budkalariga o'xshagan narsa, taroz bo'ladi-ku, elektronniy taroz. Shunaqa narsa. Ustiga chiqasiz, bo'ldi. Dahshat bu. Ertaga uning ichiga MRTsini qo'ysa, rentgenini qo'ysa, boshqa qon topshirishlarini, mana bunaqa narsalarni qo'yadigan bo'lsa, bo'ldi. Katta klinikalar prosta bankrot bo'lib ketadi. Siz endi bu startaplarni ichida yashayapsiz-da, o'zingiz misol uchun bir necha asr oldinda tasavvur qilmayapsizmi? Qaysi asrda yashayotganingiz esingizdan chiqib qolmayaptimi chiqqandan keyin? Yo'q. Tafovut unaqa katta emas. Tafovut katta emas. Endi bilmayman, biz shaharda yashaganimiz uchunmi, bo'lib ham o'sha ishxonalarimiz hammasi sentravoy rayonlarda bo'lgani uchunmi, mana unaqa katta tafovut ko'rmayman. Umuman hozir ideyalarni misol uchun hozir aytayotgan ideyangiz ham misol uchun hozirgi asrda ideyasi emasda, misol uchun eshitmagan odamga. Umuman sizga oldingizga kelayotgan odam normal odam kelmaydi-da, startap bilan. Shunga aytayapman, bunaqa odamlarni ichida yashash qiyin bo'lmayaptimi? Mazza. O'zi biz ijod ichida edik-ku. Ijod ichida edik, boshida ijodda ham anaqa shunaqa normal odam yo'q. Normal odam yo'q. Biz ham shunaqa bo'lganmiz. To'g'ri, hali ham shunaqami. Keyin tadbirkorlar ham normal odam emas. Ular har doim nima bilandir yashab, anaqa qilib, har doim движение qilib yurishadi-ku, misol uchun. Startaperlar ham xuddi shu. Shunaqa, ijodkorlar. Inoplanetarlar. Endi startap qilishda kimdir g'oyasini o'g'irlab qilsa bo'ladimi? Misol uchun aytasiz, velosipedni yangitdan yaratmasdan biz ham shu narsani qildik. Qaysidir tayyor g'oya bor, lekin uni shu g'oyani muallifi yoki biznesda tayyor yechim borda, shuni hech kim ko'rmayapti, qanaqadir yangilik tomonini. Shularni ko'rib, shu narsani rivojlantirib ham qilsa bo'ladimi? Hayotda bor tayyor yechimlarni ham startapga aylantirish mumkinmi? Masalan, ko'ryapsiz, aytaylik, hozir ommalashgan GPT. Masalan, sizga nimasidir yoqmayapti. Men GPT ga o'xshagan, lekin GPT dan zo'r narsa qilaman deyishingizga ruxsatmi? Ruxsat. Siz o'tdagi bor muammoni bartaraf qilib o'zingiz nimadir yangi narsa chiqaryapsiz-ku. Lekin mana bozorni egallay olmaymanmi desa bilmayman. Lekin harakat qilsa, u aytmoqchi bo'lganim, g'oya обязательно albatta anaqa bo'lish shart emas-da, know-how bo'lish shart emas-da, to'g'rimi? Jamiyatda bor, hayotda bor, hozir ishlab turgan bizneslarning ichidan ham bitta yo'nalishini topib, yangilik qo'shib ham startap qilsa bo'ladi. Nimaga yo'q? Startaperlarda shunaqa demotivatsion holatlar ham ko'p bo'lar ekan, ya'ni bir marta shu rad javobini olgandan keyin ko'pchilik to'xtatib qo'yadi yoki shash tushib ketadi. Umuman olganda shu yangi startaperlarga nima maslahat berasiz? Necha marta rad javobini olish mumkin bitta startap? Xo'p, o'zi aslida startaperlar rad javobini olgandan keyin motivatsiyasi tushib ketmaydi. Agar u odam motivatsiyasi tushdimi, demak u startapcha o'ylamayapti. Startapcha o'ylash uchun ko'proq shu startaperlar bilan gaplashish kerak yoki bo'lmasa shunaqa podkastlarni ko'proq ko'rish kerak yoki o'sha pulli bepul darslarga qatnashib, kanallarga qo'shilib, mana shunaqa qilib yurish kerak deb fikrini o'zgartirish kerak. To'xtash kerak emas, g'oyasiga ishonsa, bosish kerak oxirigacha. Kecha tizimchi aka bor, Ahrorxo'ja Rahmatxo'jayev, taniysizmi? Eshitganman. Ahrorxo'ja Rahmatxo'jayev ustoz anaqa aytibdilar, startap olamiga olib kiryapman deb ularni ham. Biza shu paytgacha qilib yurgan ishlarimiz, o'rgangan va o'rgatgan ishlarimizni hammasini teskarisini qilsangiz startap bo'lar ekan deyaptilar. Zo'r gap bo'pti lekin.
Kelajakda taqdimot loyihasini maqsadi nima va jamiyatga qanday foyda bermoqchi? Aka, Dastlabki fikrlar mana birinchi, ikkinchi etaplaridan keyin. bu yerda bu loyihani orqasida shunaqa odamlar birlashganki, bularni umumiy g'oya birlashtirib turibdi. Balandparvoz gap bo'lishi mumkin, lekin biz rostdan ham O'zbekistonda startaplar ko'payishini, startaplar rivojlanishini xohlayapmiz. Nimaga? Chunki bular tez million, milliardga chiqib ketadi, dollarda gaplashyapmiz hozir. Bular tez dunyoga chiqib ketishi mumkin. Bu nima degani desa, ertaga tashqaridan investitsiya kiradi degani, ertaga tashqariga obunalar sotadigan bo'lsa, tashqaridan valyuta kirib keladi degani. Bu nima degani desa, bu VVP oshadi degani. Buni orqasidan nima bo'ladi? Maktab, bog'cha, hamma ijtimoiy masalalarimiz yaxshilashadi. Pensiyalar ko'tariladi, oyliklar ko'tariladi, stipendiyalar ko'tariladi, ijtimoiy himoya kuchayadi. Hamma narsa pul kirib kelgandan keyin valyuta stabillashadi. Bu juda katta iqtisodiyotni ko'tarishga juda katta instrumentlardan bittasi. Va biza xohlayapmiz bizani jamiyatda, bizani bolalarimiz, bizani nevaralarimiz yaxshi yashashini. Biza xohlayapmiz biza ham yaxshi yashashga harakat qilyapmiz, ya'ni tez bo'lishini shu narsani. O'shanga men aytdim, startaperlar tinmayapti dedim. Aka, ular tinmaganini ko'rib biza g'ayrat oshib ketyaptimi? Uxlashga uyalyapman. Ularni doimiy ravishda ishlayotganini ko'rib, men dam olgani uyalyapman. Endi tasavvur qiling, siz o'tiribsiz-da, choyingizni ichib, mana bu yerda sizni atrofingizdagilar hamma ishlab yuribdi. Xijolatsiz-ku. Siz ham turib hech bo'lmasa nimanidir oqlab ko'klab qo'yasiz-da. Umuman olganda shunaqa tasavvur bor, shunaqa nima deydi, bahs deymizmi yoki bo'lmasa hamisha hamma davrlarda yoshlarga nisbatan qanaqadir majoziy ma'noda kamsitish bo'lgan. Biz yoshligimizda bunaqa edik, senlar bunaqa qilmaysan, o'sha ibtidoiy jamoat tuzumida ham bo'lgan. Bizga ham aytishgan, biz ham aytamiz. Lekin hozirgi yoshlarga nisbatan men unaqa degan, hatto o'sha majoziy bo'lsa ham ishlatish xohlamayman. Chunki shuncha energiyasi bor yoshlar juda ko'p. Hozirgi momentda ideyani amalga oshirish imkoniyati ham juda nima deydi, imkoniyat ko'p ekanda bizga nisbatan. Eng yaxshi tarafi yoningizdagi bitta odamni ko'rib turib, siz o'zingizda ham harakat uyg'onishi, cheklovlar yo'qligi, ham moliyaviy tomondan, ham ijtimoiy tomondan, ham bilim tomondan bitta ideya keldimi? Faqatgina o'zingizda harakat bo'lsa bo'ldi ekan, shunaqami? Aka, yoshlar unaqa, yoshlar bunaqa degan gaplarga men umuman quloq solmayman. Men sabab ularga havas qilaman. Shunaqa, faqat havas qilaman. Rostdan havas qilaman. Ular bilgan narsalarni men bilmayman. Rostdan bilmayman. Ularni fikrlashichi men hayron qolaman. Menda bir xilda shunaqa narsalar bo'ladi. Men yoshlar bilan maslahatlashaman aka. Ammo nima qilsa bo'ladi deyman, yaxshi deyman, o'tir deyman. Mendan necha yosh kichkina o'sha Alisher Tojiyev. Kecha yozdim ki bir choy ichaylik deb. Aka, men havas qilaman ularga. Har tomonlama. Zamon shunaqa. Hozirgi vaqtda. Abror aka, xulosa qiladigan bo'lsak, siz hozir shu startap bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan yoki shug'ullanayotgan yoshlarga, biznesmenlarga, umuman chegarani olib tashlagan holatda startap qilmoqchi bo'lgan odamlarga nima maslahat berasiz? Bosish kerak. Bosish kerak. Startapda aniq bir nima yo'q, qolip yo'q, chegara yo'q. Qolip yo'q. Hamma narsani test qilib ko'rasiz. Olasiz, so'raysiz, mana shu narsa kerakmi, kerak emasmi aniqlaysiz, bozorga chiqarasiz, bitta test qilasiz, o'xshadimi, zo'r, o'xshamadimi, boshqa narsani qilib ko'rasiz,
o'zgartirib ko'rasiz, pivot deydi misol uchun. Reklamangizni boshqacha qilib ko'rasiz. Xullas kalom test qilaverasiz, keyin bitta ushlab olasiz-ku. Ushlab olgandan keyin ketdi. O'sha joyiga botiraverasiz, bu yoqda gazni bosaverasiz, ketaveradi u. Shunaqa ekan bu. Biz o'zimizda ham hozir growth hacking degan tushuncha bor startapda, ya'ni o'sishni hack qilish, buzish. O'sha narsani yo'lga qo'yganmiz. Startaperlarni MVP'si bor, tractioni bor, ya'ni qanchadir pul aylantirayotganlarni biz bir necha karraga oshirib berish xizmatini yo'lga qo'yyapmiz-da. O'sha xizmatimizdan o'tgandan keyin ularni oylik оборот oshgandan keyin ularni baholanishi ham oshadi. Valuation deydi. Narxi oshadi, kompaniyasining narxi. Va o'sha oshgan narxda biz investorlarga taqdim qilamiz ularni. Angel investorlarga, venture investorlarga o'shalarni olib kelamiz-da, davaychi deymiz. Ketdi. Bizani bitirib pul ko'tarib chiqib ketadi bolalar. O'sha growth hackingni asosi nima? Asosi test. Haftasiga 3-4 ta gipoteza, o'sha gipotezaga ozgina-ozginadan pul ishlatasiz, test qilasiz, ishlagani ishladi, chetga surasiz, ishlamaganini shunday olib qo'yasiz-da, ketdi, yana 3-4 ta gipoteza, ketdi. Mana shunaqa qilib eng zo'r kanalni, eng zo'r auditoriyani, eng zo'r yo'nalishni hammasini shunday tanlab olasiz-da, bo'ldi. O'sha yerga keyin pulingizni shunday qo'yasiz, uchadi raketa bo'lib. Endi suhbat davomida aytgan terminlaringizni 90% mana misol uchun growth hacking nimaligini tushuntirdimmi? Endi aytaman-da. Aytmoqchi bo'lganim, startap qilmoqchi bo'lganlarni ham misol uchun suhbatda eshitib shunaqa savollar ko'p bo'ladi. Hozirgi men bu aytgan Telegram kanalingizga kirsa, shular to'g'risida doim tushuncha berib, ma'lumot berib turasiz. Avdod aka, suhbat uchun katta rahmat. Qisqa bo'lsa ham juda menimcha xalqimiz uchun foydali, ayniqsa yoshlar uchun yaxshi suhbat bo'ldi deb o'ylayman. Yana bir marta ajratgan vaqtingiz uchun rahmat. Nasib bo'lsa, hali kelajakda siz bilan yana bu temalarda ko'p gaplashamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Charchamaylik. Xush kelibsiz. Omad sizlarga ham. Rahmat. Bog'lar sizlar.